Xo'p, Do'mbrobod rezidens obyektimiz 5 ta blokdan iborat bo'ladi, 16 qavatli. Atrofida o'zining zilona zonasi, детский plashatkasi, parkovkalarigacha bo'ladi. Bizada birinchi etajdan 16 etajgacha hammasi жилой, obyektimizni korobka holatida topshiramiz. Tashqi eshik derazalaringiz qo'yilgan bo'ladi, kommunalkalaringiz uyingiz ichigacha kirgan bo'ladi, и xonalaringiz перегородкаlarga bo'lingan bo'ladi. Asosiy devorlarimiz bizada monolitniy beton, перегородкаlarimiz gazoblokdan bo'ladi, fasad bazalt bilan qoplanib, утеплить izolyatsiya qilingan bo'ladi. Ustki qismini o'zi ekoplit fibrobeton bo'ladi. Undan tashqari har bitta blokimizda 6 tadan lift bo'ladi. 4 tadan passajirskiy, 2 tadan gruzovoyskiy liftlarimiz bo'ladi. Bizada birinchi etajdan 16 etajgacha hammasi жилой, etajlariga qarab narxlarimiz o'zgaradi. Birinchi etajimiz 18 milliondan bo'lyapti, 16 etajimiz 11 million 900 ming so'mdan. Sizni to'layotgan summangizga qarab skidkalarni to'g'rilab beramiz. Eng kichkina kvadrat metr bizada 30,7, eng kattasi 63,7 kvadrat metrli xonadonlardan iborat. Har bitta blokda 4 tadan podez bo'ladi, undan tashqari har bitta podezda 6 tadan kvartira bo'ladi. Obyektimiz Mustang zapravkani orqasida eski военный часть o'rniga tushyapti. Bu yoq tarafda Do'mbrobod uchastkalari, bu yoq tarafda bizani proyektimiz eski военный часть o'rniga tushyapti. Yujniy vokzaldan kelayotganingizda Mustang zapravkadan shunday ichkariga mahallani ichiga kirganingizda birinchi blokimizning oralig'i Mustang zapravka bilan 350 metr bo'ladi.